Otabek Jo'raqo'ziyev zaxiraga olinyapti, uning o'rnida hozir esa Paxtakorning hujumi. Keling, hali uchrashuv yakunlanmadi. Hojiakbar Alijonov jarima maydonchasi tomon pas, xavfli vaziyat, imkoniyat, zarba va gol! 3-2 tugamadi. Maydondagi qarama-qarshilik ham hali tugagani yo'q. Paxtakorda imkoniyat. Ichkariga uzatma, xavfli, darvozabon. Turdagi holatlar emas. Hozir Igor Sergeyev Bashar Resanning o'ziga qaytarib berdi to'pni. Keyingi pas O'rinboyev qabul qilyapti va gol! Rikoshet natijasida to'p Bashar Resan to'pni o'yinga kiritib bermoqda. Boshi bilan zarba yo'llandi. Buni ko'ryapmiz. Va odatda xavfli chiqyapti qarshi hujumlar. Bashar Resan! Qanday zarba yo'lladi hozir mana bu futbolchi! Bashar Resan to'pni olib qo'ydi va Luka edi. Chap qanotda hech kim yopmadi. Resan, Trivela bilan pas, Igor Sergeyev uchunmi? Avvalgidek gol his etish qobiliyati qanday minnatdorchilik bildiryapti.